Yeter ben balık. Ay yandırak kısını kenara uduldu ki laka. Ay bak o laka. Ay x. Kapak. Ders vaqti ise ko'zoynak taqamaymiz. Juma, qo'pang'a. Bugun ders o'tmaymiz. İxtiyoriy munozir qilamiz. Qanday savollar so'rasanglar bo'ldi. Gap qilay. Ko'zoynak kashf qilinishdan burun ko'zoynakchilarni kishilar nim deb ataydi. Qon savoli bu. Ko'zoynak 13-asrning 80-yillari kashf qilingan. Ko'zoynaklik jilan bo'lsa 16-asrda Portugaliyalik matros tarafidan bayqalgan. Shunlashib bo'lmasam ahmaydi. Tayyor. Ma'lum. Xo'sh. Ish qilib olgan yangiqni yesim menga yana foyda qilmadi. Foyda qilamdi yo'qmi bilmayman, lekin ish qilib olgan mengiz bilan yangiq yesangiz to'qim foyda qilmaydi. Shoh. Vaqt o'tib ketgan dediği texmi zaharli bo'lib ketamdi yoki zahar yo'qolib ketamdi? Uni bilmayman, lekin qaysini lamishsan o'ylasa. Shuni bilaman. Ma'lum. Shoh, taxsa. Tunji bo'lib kanun ustida ishkil bo'lganligini boyqagan odam qilg'iz zot nima ish qilgandi? Balangiz olgan bilsiz ashni qilgan. Zərlikçilərdən zərdə, zərlikçilərdən zərlilsə, zərlikçilərdən zərdə zərlinib öləmdi. Ha? Nimada sual soraysan. Sen size toksik balıkның tokuda toksik balıkның tok soqtuqsa toksik balıkның tokuda tok soqap öyle düşündü ama? Unda olsa çaplaqның çaplaqı düşüb ketməydi düşündü ama? Sen de bakayımsa muzdekni muzdik sasan muzdekni muzdeklamdı yoki muzdek muzni muzlutamdı. Sen kilenmeysin bana balo. Shoh. Amalar işte kız bulmaydı degan taqtayni amanı ko'sini deb qo'yib qo'yganmi yoki ishni ko'sini deb qo'yib qo'yganmi? Ishning oldidagi bovani ko'sindi. Odatdagi ishi yo'lda ketib o'tib, saqchi apshatkasini ko'rib qolsa, saqchi kapti deb o'ylab qolamdi. Mekan tuxum tuqqanda yukinib o'ldirib, put siqrab qolmamdi. Qanday qilganda tez surat pul tap bo'ldi mali. Bu amalning emas jinoiy ishlar qonunida yozilgan. Chiniqsa badanga foydali, kecha uxlamasa badanga ziyonli. Bunda bo'lsa kecha uxlamay chiniqsa qanday bo'ldi? Qabristonlikning savdosi yaxshi bo'ldi. Aç qo'saq bir narsa is bulamdi. Bo'lmaydi. Men cho'svag'i bishkapdan poq yeb olib, qo'saqni astalik etib, ondan bir narsa yeyish kerak. Unda olsa tamoq is poq chiqadi, poq is tamoq chiqamda. Ma'lum, ras savoldan bir savatda. Muzdek MTT savol so'rama. Yo'q, unda olmaydi. Ras savol chiq. So'rag'ni. Mushik kitobning ichidagi narsa faqatlam kallam kirmayotdi. Men zot qanday qilsam bo'la? Qara, sen bag'on manda qil. Sen qanday qilsan bo'la?